Asking for Mula. Hud surasi. Hud alayhissalom o'zining qavmi Od qavmiga shunday xitob qildi. Parvardigoringizdan mag'firat so'ranglar. So'ngra uning o'ziga tavba qilinglar. Shunda u sizlarni ma'lum muddatgacha, ajallaringiz yetgunicha chiroyli mato, rizq bilan bahramand qilar. Insonning dunyo matosi keng bo'lishligi, qalbi xotirjam bo'lishligi farovon hayot. Od qavmi bo'ylar nihoyatda baland, jismonan baquvvat, boy, kuchli xalq bo'lgan. Keyingi oyatga qaraymiz. Jasad quvvati, musibatlar, kasallar, kamchiliklar, vahimalardan omon bo'lishini xohlaymizmi? Istig'for lozim tutaylik. Alloh aytadi: "Istagfiru robbakum thumma tubu ilayh, yursilis samaa alaykum midrara va yazidukum quwwatan ila quwwatikum." Hud alayhissalom yana qavmiga nasihat qiladi. Ey qavmim, Parvardigoringizdan mag'firat so'rangiz. So'ng unga tavba tazarru qilingiz.